obunachilarimiz bugungi kunga yangi video tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa yangi telefonlar ko'p. Xudo xolasa alishib turibdi. Unda boshladik. Birinchi ko'rsatadigan telefonlarimiz sizlarga S22 Ultralar haqida ko'rsatib o'tdik. Mana S22 Ultra telefonlarimizga mana ko'ribsizlar holatlari yaxshi holatda mana 12 ga 256 xotiraga ega bo'ladi. Bilasizlar, Snapdragon prosessoriga telefonlarimiz PUBG dan 90 FPS bo'lib ketgan telefonlarimizni ishlashlari ham chotki 5000 mAh batareyka bo'ladi. 100 oyda oladigan kameraga ega telefonlarimizni sizlarga $405 qilib beramiz, xudo xolasa. Ancha narxlar tushib qolyapti, kundan kun tushyapti. Endi imegan hisobi ko'tarib ketish ehtimoli ham bor. Keyingi modelimiz Poco F5 Pro 120 FPS telefonimiz $295 qilib beramiz. Hop, korobka dokumentlari bor holatda, xudo xolasa ishlashlari chotki holati ideal A+ variantidan. $21 Ultramiz bor. Ko'ribsiz holati yaxshi holatda, narxini $300 qilib beramiz. 12 256 xotiraga S21 Ultra koreyskiy varianti. Samsung Note 10 Plus'imiz bor. Holatlar chotki holatda. Mana oldida siniq uchgan joyi bor. Mana bu yerda siniq uchgan joyi bor. Lekin bilinmas holatda. Shuni hisobiga $140 beramiz. Note 10 Plus telefonimizni ikkita sim kartali varianti. Hop, keyingi telefonlarimiz Samsung Galaxy A82 5G'larimizga holatlari yaxshi holatda, xudo xolasa 6 ga 128 xotiraga bo'ladi. Snapdragon prosessoriga flagman telefon hisoblanadi. S partiyalar bemalol berishadigan. So'nggi A partiya hisoblanadi. Hozir chiqayotgan A56, A55lardan kamerasi ancha tiniq motion apparat hisoblanadi. Hop, narxini $145, $150 qilib beramiz. Xudo xolasa puliga arziydigan, shu kungacha eng ko'p sotilgan telefonlar hisoblanadi. Hop, Xiaomi 13T Pro Redmi K60 Ultra nomi bilan mashhur bo'lgan telefonimizni hop $300 qilib beramiz. 120 lik zaryadchigacha bor. 16+6 ga 256 operativ, eng katta, eng kuchli operativ kalisi mazar ishlatilgan telefon. PUBG dan 125 to'liq ochib beradi. Hop, keyingi modelimiz Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelimiz. Hop 12 256 xotiraga bo'ladi, 8+4 GB holatda. Hop, korobkadagi zaryadchigacha bor. Narxi $255 qilib beramiz. Redmi K50 telefonimiz Poco F4 GT 4 Pro nomi bilan mashhur bo'lgan telefonimiz 5 korobka holatda, 12 ga 128 xotiraga, PUBG dan 90 FPS narxini $170 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Poco X6 Pro 5G telefonimiz 12 ga 512 xotirali, korobkadagi zaryadchi yo'q. Hop, zaryadchi 67 watt bo'lgan telefonimiz narxini $250 qilib beramiz. Xiaomi 11 ta telefonimizni $170 qilib beramiz. Eng katta operativkaligi 8+8 gami, shunaqa katta operativkaligi bu telefonimizni. Mana eng katta operativkaligi ham bu ham 8+3 ekan. 128 xotiraga egalisi. Keyingi bu PUBG 90 FPS 11 talardan 10 talarimiz bor. Bittasi arzonchisi 1.800.000 so'mga 5 korobka holatda, korobkadagi metrigi $180 ga holati A+ holatda 10 tani bunisi korobkadagi metrigi holatlar tiniq holatda, bular ham PUBG 90 FPS bergan igrovoy telefon hisoblanadi va stereo kolonkalarga ega. Ikkovi ham. Keyingi telefonimiz Asus ROG 3 telefonimiz kelgan. Mana ko'ribsizlar, holatlari yaxshi holatda. Shu yerda sinig'i borligi hisobi $210 beramiz. Monitor, hamma narsasi bor holatda, kullerigacha bor. Korobkadagi zaryadchilari ham bor, narxi $210. PUBG da 90 FPS telefon hisoblanadi. Hop, Redmi Note 10 so'raganlarga 1650 ga 6+2 ga 128 xotirali olib kelib qoldik. Korobkadagi metlar bor, ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Hamma joylardan alishib ketgan joyi yo'q. Narxini 1650 qilib beramiz. Redmi Note 11s'imiz 1.250.000 so'm qilib beramiz. Hop, 8+4 ga 128 xotiraga, korobkadagi metlar bor, ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Xolasa hamma joyi ratni alishib ketmay, hamma telefon garantiya bor, hamma telefonda O'zbekiston bilan dastlabkasi bor, fon yo'q, toza holatda. Hop, Redmi Note 12 Pro so'raganlarga 8256 GB bor, korobkadagi dokumentlari bor holatda 1.650.000 so'm qilib beramiz. Xolasa mazar ishlatilgan telefon. Xotirasi katta variantidan. Hop, telefonimiz Redmi Note 12 Pro ni alishgan variantini sizlarga 1.50.000 so'mga qo'yib beramiz. 8256 lik 1.50.000 so'mga Redmi Note 12 Pro alishgan hisobiga shunaqa arzon.
O yana Samsung Galaxy A52 kelgan. O 6 ga burjmas 4 ga burjmas 8 GB xotirga ega bo'ladi. Korobka dokumentlari bor, ishlashlari chotki. Narxi 1450 so'm qo'yamiz. Korobka dokumentlari bor. O keyingi telefonimiz Samsung Galaxy A51 5G 1350 ming so'm qilib beramiz. Holatda ideal holatda 6 ga burjmas 8 talik, ishlashlari chotki 5G padishga qiladi. Yo'qsa holat, tiniq holatda, shuning uchun narxi 1350 ming so'm. A51 5G, A51 dan ancha kuchliroq bo'ladi. Samsung Galaxy A15 modelimiz 1550 ming so'mga korobka dokument 6 ga burjmas 8 GB xotiraga ega, ishlashlari chotki 5 mAh batareyka bo'ladi. O Samsung Galaxy A32 5 yil ham sovg'abob telefon hisoblanadi, chunki O'zbekistonda ishlamagan holatda yangidek bo'ladi. Koreyadan kelgan, imekadan o'tkazilgan xolos, narxini $100 dan qilib beramiz. A32 5 yil ham 4 ga burjmas 8 GB xotiraga ega bo'ladi. 5000 mAh batareyka. 50 ming so'mga Samsung Galaxy A32 telefon chiqqan, 4 ga 64 GB xotiraga ishlashlari chotki, xudo xolasa hamma joy radnoy bo'lgan holatda, ekranlari ham toza. Mazza ishlatilgan telefon hisoblanadi. Arzon telefon so'ragan Redmi Note 5 Pro 350 ming so'mga 4 ga 64 GB xotiraga ega telefon, ATI 350 ming so'm. O Redmi 8i 400 ming so'mga 3 ga 32 GB xotiraga ega, ishlashlari yaxshi bo'lgan holatda, oldi alishgan shunaqa holatda. Keyingi modelimiz Redmi dan Note 8 Pro modelimiz. 6 ga burjmas 8 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor. Shu yerda sinig'i bor hisobiga narxi 1200 ming so'm qo'yib beramiz. Hamma joylarni ochib netmagan to'g'risi. Keyingi modelimiz arzon model so'ragan Samsung Galaxy A10s 500 ming so'mga 3 ga 32 GB xotiraga. Samsung Redmi A2 Plus telefonimiz 3 ga 64 GB xotiraga, ishlashlari chotki bo'lgan holatda, holatlari ham yangidek turibdi. Narxini 600 ming so'm qo'yib beramiz. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy S9 telefonimiz bor. Holatlari yaxshi holatda. Ko'rtuslar narxi 1 million so'm qo'yamiz Samsung Galaxy S9 telefonimizda. Redmi 9C modelimiz 3 ga 32 GB xotiraga ega, ishlashlari chotki bo'lgan holatda, holatlari ham ideal, korobka dokumentlari bor. Narxini 550 ming so'm qo'yib beramiz. Keyingi modellar Samsung Galaxy A14 modellarida ko'rtuslar holatlari yaxshi holatda, ishlashlari chotki xudo xolasa narxini 150 ming so'mga qo'yamiz. 4 ga 64 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A53 5G modelimiz ko'rtuslar, ishlashlari chotki, holatlari yangida turibdi ko'rtuslar, mana holatlari ham tiniq holatda. Samsung Galaxy A53 5G padishga qilingan koreyskiy varianti 6 ga burjmas 8 GB, narxi 1550 ming so'm qo'yib beramiz. Samsung Galaxy A53 5G 33 narxida. Keyingisi Redmi 13C telefonimiz 850 ming so'mga 8 ga 256 GB xotiraga ega, ishlashlari chotki, bosib-bosib telefon. Korobka dokumentlari bor, 256 GB xotiraga ega. Keyingi modellarimiz iPhone 6 Pro Max Premium kopiyalarimiz bor, Desert Titan rangidan. Yangi patchga boradi qo'yiladi, $180 dan qilib beramiz. 8 ga 512 GB xotiraga bor, eng katta xotirali, eng katta ishlaydigan, mazza ishlatilgani. Keyingi modelimiz iPhone 2 Pro ni sinig'i bor, mana ko'rasiz, $240 qilib beramiz. 76 yongisiga 8 GB xotiraga ega. iPhone 2 mini ham bor, $165 ga 76 yongisi 64 GB xotiraga, ishlashlari chotki bo'lgan holatda, hamma joy ro'yxatini ustida ko'rmagan telefon. iPhone 2 miz $240 ga 76 yongisi 1.8 GB xotiraga, ishlashlari chotki, to'g'risini ishlatilgan telefon. iPhone 2 yongisi balandda 82 yongisida 128 GB xotiraga $255 beramiz. iPhone XR $165 ga 80 yongisida 1.8 GB xotiraga, ishlashlari chotki, xudosi ustida ko'rmagan telefon. iPhone 2 ning arzon chirog'i $225 ga 75 yongisida 64 GB xotiraga egasi. Keyingi modelimiz iPhone 11 Pro Max modelimiz 84 yongisida 64 GB xotiraga ega, korobka dokumentlari bor, hamma joy ro'yxatini ustida ko'rmagan telefonimizni $270 ga beramiz. SE bor $100 ga, 67 tashlamaydi, korobka dokumentlari bor, yongislari ham 78 mi, shunaqa atrofida 64 GB xotiraga egalisi. XS Max da arzonchiroq so'raganlar 1 million
850 ming so'mga Face ID hamma funksiyalar ishlaydigan holatda, faqat yo'ngisi 69 ming 65 yo'ngisida, shuning uchun arzonroq XS Max. Bitta usulini qo'yib olsalar yaxshi holatda 220 dollarga 81 yo'ngisida 256 GB xotiraga egasi XS Maximiz. Vashi bomba holatda, holatlari usta ko'rmagan 220 dollar XS Max. 11lardan ancha yaxshi telefon hisoblanadi, 11 Pro'dan ham kuchli telefon XS Max hisoblanadi. Ekranlarini ham o'zi masalan farqini sezsanglar bo'ladi. Hop, keyingi telefonimiz iPhone 8. Holati yaxshi holatda, ko'p do'stlar mana. Narxi 1,250 ming so'mga 100 yo'ngisida 64 GB xotiraga egasi. iPhone 11 Pro'larimiz bor, mana ko'p do'stlar. Ikkita xil holatda mana. 80 yo'ngisida 64 GB xotiraga 235 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa usta ko'rmoch. Mazza ishlatadigan telefonlar, mazza ishlatasizlar. 11 Pro'lar narxiga arziydi, 235 dollardan qilib beramiz. 80 yo'ngisida 64 GB xotiraga egasini. Yana bor 11 Pro'miz. Hop. Ikkita bor, mana ko'rdingizlar, 225 dollardan qilib beramiz. 100 yo'ngisida 64 GB xotiraga ikkita 11 Pro'miz. Batareykalar usulini yaxshisidan qo'yildi, mazza ishlatilgan holatda tayyor kelib qo'yildi. Masalan, batareykasi alishgan yaxshi etmaydi deb o'ylashadi, lekin xato qilishadi, chunki batareykasi alishgan, charchamagan yangi batareyka qo'yilgan va mazza ishlatishga tayyor holatda bo'ladi. 11 Pro'lar 225 dollarga 100 yo'ngisida yaxshi usulini qo'yilgan. iPhone 7lar bor. Buni 9 ming so'mga, hop, yo'ngisi 72 yo'ngisida 128 GB xotiraga hamma joy ishlaydi. Mazza ishlatasiz. iPhone 7 masalan haligacha ishlaydi va shu holatdan PUBG'da 45 FPS tushadi. Hop, keyingi modellarimiz. iPhone 11larimiz bor. iPhone 11larimizdan navbat. Holatlarga qarab 170, 180, 190, 230 dollar sotilyapti. Mana ko'rdingizlar, bu holatlar mana. Yaxshi bo'lsa 210 dollar, 80 yo'ngisi 64 GB xotiraga egasi, buni 86 yo'ngisi 64 GB xotiraga egasi 230 dollarga. Hop, 79 128 GBligi bor, bunisi 220 dollarga. Bunisi arzonchisi mana. O 180 dollarga iPhone 11 75 yo'ngisida 64 GB xotiraga hamma joy radni, xudo xolasa Face ID to'liq ham funksiyalar ishlaydi. Holatlarcha ishlangan joylari bor. Keyingi modellari endi iPhone X'larga o'tamiz. Mana iPhone X'larimiz ham bor. Hop, 80 yo'ngisida 64 GB xotiraga narxi 140 dollar. Tana holatda usta ko'rmagan. Bunisi yo'ngislari oq varianti, xotiralari 256 GB xotiraga, Face ID turibdi, hamma funksiyalari ishlaydi ikkovini ham. 100 yo'ngisi 256 GB xotiraga egasini 150 dollarga beramiz. iPhone X ikkovi ham. XS'larimiz ham bor. Holatiga qarab, har xil narxda sotilyapti hamma telefonlar. Hop, keyingi modelimiz arzonchi modellar. Samsung Galaxy A04s'imiz 950 ming so'mga 464 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor holatda. Hop, keyingisi Samsung Galaxy A03 Core 700 ming so'mga, korobka dokumentlari bor, ishlashlar chotki, 332 GB xotiraga ega. 1,500 ming so'mga LG Velvet'imiz kelgan, ishlashlari chotki, 8.8 GB xotiraga ega bo'ladi. 4,5 mAh batareyka, PUBG'da ham 45 FPS tushadi. O Realme Note 50'miz bir dona bor, narxini 1,50 ming so'm qilamiz. 464 GB xotiraga, korobka dokument zaryadchigacha bor holatda. Honor ishqibozlariga Honor X7 A+ modellarimiz bor. 6.28 GB xotiraga, korobka dokumentlar bor holatda, narxini 1,100 ming so'mdan qilib beramiz. Keyingi modelimiz iPhone 8 Plus modelimiz. Holatlari chotki holatda, xudo xolasa usta ko'rmagan ekan, holatlari zo'r. Ishlatishga tayyor holatda ekan. O narxini 1,600 ming so'm qilib beramiz. Hamma joy radnoy 70 yo'ngisida 64 GB xotiraga, tiniq holatdagi iPhone 8 Plus imeykalardan o'tgan holatda. Redmi 14C modellarimiz bor. Mana kimga kerak bo'lsa, narxini ishlatilganlari 256 GB xotiragalarni 100 dollardan qilib beramiz. 95 dollardan qilib beramiz. Yangi pachkasi kerak desa, yangi pachkalar 125 dollardan qilib beramiz. Xotira 8256 xotiraga bo'ladi, imeykadan o'tgan holatda. Keyingi modelimiz Infinix'dan Note 30 modelimiz. Ishlashlari xudo xolasa yaxshi holatda, chotki, korobka dokumentlari bor. Infinix Note 30 Pro modeli ekan, xotiralari 256 GB xotiraga ishlatib mazax qiladigan telefon. Narxini sizlarga 100 dollar qilib beramiz. Samsung Galaxy A25 5G modelimiz bor. 6.28 GB xotiraga, korobka dokumentlar bor holatda. Hop, narxini sizlarga
1.950 ming so'm qilib beramiz. S15 so'raganlar tiniq holatda esa A+ variant bor, $185 8 xotiraga ekranlar toza foam yo'q holatda. S21larimiz bor, mana ko'rasiz holatda yaxshi holatda. S21lar narxi $190, $210 sotilyapti. Kelsa do'kon kelsalar, xudo xolasa bonuslar bilan qilib beramiz. Dastlabki ham qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Oldindan 200 ming, 300 ming so'm atrofida tashirsalar, qo'yon to'lovini qo'ylayotgan keyin to'liq qilsalar bo'laveradi. Kimga qanaqa telefonlar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Telegram kanalimga yozsanglar, hammasini batafsil ma'lumotlari bor. O'sha Telegram kanal bizga qulayroq. Telefon qilganda masalan ko'rsatib beraveramiz. Videolar bilan Telegram kanaliga qo'shilib olsanglar, hamma videolar kulli jonli bo'lardi.